Assalomu alaykum o'rmonli gilamlar obunachilari. Bugungi obzorimiz yana o'sha har bitta gilamni narxi, razmerlari, sifatlari haqida gaplashamiz. Bu galgi ko'rsatib o'tadigan narsamiz tafting poloslari. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Assortimenti 1, 2, 3, 4, 5, 6 xil assortimentda bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Eni 3,5 4 metrli razmerlari bor. Buni narxi atiga 47 ming so'm, ya'ni 1 kvadrat narxi. Sifatini ko'rsatib o'taman. Sifati juda a'lo darajada. Samarqandning gilami. Marhamat, arqalarini ko'rishingiz mumkin. Arqasi nachosli. Juda pishiq narsa, yuvib ishlataverasizlar. Qishki kunida tuplonning zo'r effekt beradi. Sababi sovuq o'tkazmaydi. Umuman 4 xil 5 xil rangda asosda ishlab chiqarilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga ushbu poloslarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Bizni do'konimizga kelib xarid qilmoqchi bo'lganlar, manzilni tushuntirib o'taman. Andijon viloyati Shahrixon tumani, Mo'ljal Pajanlik ko'cha, ya'ni Baraka oshxonasining ro'parasida joylashgan O'mali gilamlar magazini. Telegram kanalimizga o'tib turib, O'mali gilamlari desangiz, Telegramga o'tib, o'sha yerda lokatsiyalarimiz ham bor. Bemalol lokatsiyani olib kelsalaringiz bo'ladi. 47 ming so'mdan qilib beraman kelgan odamlarga. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz.